Davron qachongacha shunday yurmoqchisiz? Bo'ldi. Hamma narsani ham oxiri bor. Bo'ldi, endi yetadi. To'g'rida, shef, qochib qaytgan ham bor edingiz. Davron aka, orqaga yo'l yo'q. Kirsangiz kiring. Aka, tishlarni ko'rib chiqdim. 15-tishingizga bitta implant, 16-tishingizga o'ziga bittani koronka qo'yamiz. Xudo xolasa hech qanaqa muammo bo'lmaydi, og'riqlarni sezmaysiz. Xuddi o'z tishingizdek qilib qo'yib beramiz. Bu ishlardan keyin siz har 6 oyga stomatolog ko'rib kelib tursangiz, siz xohlagan surokni beraman. Tishlaringizda umuman muammo bo'lmaydi. Aka, ishni qachondan boshlaymiz? Hozirdan? Bo'ldi. Xo'sh, Davron aka, ahvollar qanday? Og'riqlar bo'lmadimi? Og'riq ozgina bo'ldi, ikkol qilgincha faqat. Keyingi umuman sezmadim. Juda yaxshi, zo'r. Boshqa juda ham qo'rqandim, qo'rqishga hojat yo'q. Qurshdagi ham umuman bildirmasdan ajoyib zo'r davolab qo'ydilar. Sizlarga ham maslahat beraman. Clear Dental eng yaxshisi.